Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Biz Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga O'zbekiston xalq yozuvchisi Po'lat Mo'minovning hayoti va ijodi haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Po'lat Mo'minov 1922-yil 24-dekabrda Toshkent shahrida tavallud topgan. Po'lat Mo'minov dastlab pedagogika bilim yurtini 1939-yil tugatib, so'ng Nizomi nomidagi Toshkent pedagogika institutini 1944-yil tugatgan. Po'lat Mo'minov 1944-1947 yillari o'qituvchilik bilan shug'ullangan. Po'lat Mo'minovning ilk she'rlar to'plami Sayrang qushlar deb nomlangan. Keyinchalik Bo'l tayyor, tish cho'tkas ertaga, hunardan unar, to'g'ri o'ssang gul bo'lar, aql qayerda bo'lar, oltin nay, 66 oltin ko'l kabi o'nlab to'plamlari nashr etilgan. Po'lat Mo'minov 2004-yil 2 marta 81 yoshida vafot etgan.